Hozir bu videoni ko'rdinglar. Bu videoni ko'rgan bo'lsanglar, 100 ming so'm pulinglarni tejashga o'rgatamiz. Nega unaqa deyapmiz? Uy sharoitida nasoslar ko'p ishlamay turgan holatida nasoslar zaklint qilib qoladi. Buni uy sharoitida to'g'irlash imkoniyati bor. Uni ustiga olib bor, vaqtingiz ketadi, pulingiz ketadi. Shu narsani biz hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Buning uchun atyorka krokodil kulch kerak bo'ladi. Bu yoq tarafida mana yaqinroqdan ko'rsatsangiz bo'ladi. Bolti bo'ladi. Pastki tarafda, tepa tarafda bolti bo'ladi. Shu boltga yechib olinadi. Yechilgandan keyin pastini biz hozir yechib olganmiz. Buni chiqarib olganimizdan keyin bu parra qismi zaklint qilib qoladi. Ko'p ishlamay turgan nasoslarda ko'pida shunaqa holat bo'ladi. Ichida zanglaydi, nasos valv zaklint qilib qoladi. Buni parragini chiqarib olinadi. Chiqarib olingandan keyin oddiy mana krokodil kulchda ushlab turib pastga tepaga qilib yumshatib yuboriladi. Ozgincha yumshagandan keyin qo'lda aylantirib ko'rsanglar bo'ladi. Mana yumshoq bo'ldi hozir. Endi hozir sizlarga nasosimizni yig'ib, bitta ishlashini ham tekshirib beramiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi, nasosimiz ishga tushdi. Unaqa ko'p vaqtni ham olmaydi. Pulinglarni ham tejab qolasizlar, vaqtinglarni ham tejab qolasizlar. Agar kimga shunaqa foydali xizmatlar yoki-da foydali maslahatlar kerak bo'lsa, esdan chiqib qolmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar.